Sergeli tumanida yosh bolalar Salar kanalidan ko'prik emas, quvur ustida yurib o'tayotgani jamoatchilikni xavotirga soldi. Ushbu quvur ko'prik Sergeli tumanining Yuqori Darxon va Jonariq mahallalari tutashgan hududda ekani ma'lum bo'ldi. Shu yerlik fuqaroning aytishicha, avval bu yerda odamlar o'tib qaytishi uchun mo'ljallangan ko'prik bo'lgan va u buzib tashlangan. Hokimlikning ma'lum qilishicha, ko'prikni qayta qurish bo'yicha Toshkent shahar hokimining tegishli qarorlari qabul qilingan. Qurilish ishlari yaqin 5-10 kun ichida boshlanishi rejalashtirilgan. Hokimlik fuqarolardan qurilish va ta'mirlash ishlari yakuniga qadar xavfsizlik qoidalariga amal qilishni so'ragan. Shuningdek, mas'ullar ota-onalardan farzandlarini xavfli hududlarda qarovsiz qoldirmaslik va nosoz yo'llardan foydalanmaslik so'ragan. Kun.uz ixtiyoriga kelib tushgan boshqa bir videoda quvur ustiga temir panjaralar o'rnatib vaqtinchalik o'tish yo'lagi tashkil qilinayotgani ko'rinadi. Mittivoylarning hayqirib oqayotgan ariq ustidan quvur orqali o'tayotganini ilk bor ko'rganingizda ko'ngilingizdan nimalar o'tdi? Izohlarga yozib qoldiring. Kun.uz